Kelin, ha deb oddiy somsa qovurasizmi? Og'izga yoqadigan bir neobычный narsa pishiring deb qaynanangiz aytib qolsalar, unaqa qilishni bilmayman, oyijon deb o'tirmang. Shu retseptni saqlanib qilib olsangiz, shunaqa paytda osongina va tez tayyorlab tashlaysiz. Tovaga piyozni solamiz va och tillarangga kirgunicha qovuramiz. Qiymani solib, uni ham suviga yetguncha qovuramiz. Ketidan ziravorlar, rangli bolgarskiy va tomatni solib, ularni ham aralashtirib, ozgina dimlab qo'yamiz. Qiymamiz tayyor bo'lgunicha men sizga bitta o'q bilan ikkita quyonni urishni o'rgataman. Shunaqa sarg'ayib ketgan kastrulyalarimizni olib, ichiga bolalarimiz hamma yog'ini artib, qirqib tashlagan sochiqlarni solamiz. Ustidan babi kislorodniy очистительdan ko'pgina qilib solib, qaynab shaqillab turgan suvimizni qo'yamiz. Qarabsizki, bittada sochig'ingiz ham kastrulyangiz ham top-toza bo'ladi. Bavi Germaniya mahsuloti bo'lib, zararsiz antibakterialniy xususiyatga ham ega. Agar siz hali ham bavidan foydalanib ko'rmagan bo'lsangiz, hayotingizdagi eng katta xatoni qilgan bo'lasiz. Layonning xamirini teng ikkiga bo'lib, to'rtburchak shaklida yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgan shaklda qiymani solamiz. Ustidan yaxshi eriydigan sir qo'yamiz. Chetlariga tuxum surib, ustiga ikkinchi xamirimizni yopamiz. Chetlarini yaxshilab yopishtiramiz va ortiqcha joylarini kesib olib tashlaymiz. Ustiga tuxum surib, o'rtasidan ozgina kesilgan holatda 180 gradusda chiroyli qizarib chiqqunicha pishirib olamiz. Bir marta tayyorlab ko'rsangiz, eng sevimli taomingizga aylanib qoladi. Ha, aytgancha kreativ retseptlardan qolib ketmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.